to'g'ri men bilan kelib ko'rishdilar-da. Bu juda ajoyib. Shuni ko'rishganlarida badalarim seskarib hayron bo'lib, "Ya Alloh, boshqa Prezidentimiz bilan 2 marta uchrashdim. Uchrashuvimni endi bu qandaydir bir tasodifda, mana shunday o'tirman. Keyin ular kirib keldilar. Bu juda ajoyib. Shuni ko'rishganlarida badalarim seskarib hayron bo'lib, "Ya Alloh, shunaqa uchrashishni nasib qildi-ya", dedim. Baribir bu o'zligimizni anglab tiklashimiz kerak. Rahmat. Bizga mana shu yarashadi. Keyin qo'lim bilan mahkam ko'rishib turdilar. Shu ko'rishib turgan vaqtlarida duo qiling dedilar. Men aytdim, O'zbekistonni dunyoga taniting dedim. Mana o'shalardan keyin o'zim mag'rurlanib, ilhomlarim kelib, mahallalarda ham prezidentning qo'lini olgan, men buni bitta ushlab qolaylik deb qo'yishdi. Boshqacha hidi ham. Mana shunaqa 4tali, 3taliklari ham bo'ladi. Mana 2 sotuv joydan bemalol daromad qilyapmiz. To'g'risida qilsa bo'ladi. Uning uchun odamda ishtiyoq kerak, harakat kerak. Prezidentni aytgani bo'yicha qildim-da. Har bir oila tadbirkor bemalol boringlar, kreditni beradi dedilar. Mana voy jonivorlar mana. Kichkinagina ko'chat edim ekkanimda. 30 tuxumdan 1 tonna 180 kilo oldim. Ana. Ya bemalol oilamni Boqasiz. boqyapman. Keyin o'sha yurtga olib chiqib sotyapman ham. Xudoga shukr. Xudo xolasa sizni o'sha har bir oila tadbirkor degan gapingiz bizga asos bo'ldi. Mana shu xuddi shunday hamma oila o'zini harakatini qilsa olam Guliston. Rahmat. Hammasi shunday reja bilan aniq. Rahbar bo'lgandan keyin ishlash kerak degan gaplar yoqib ketadi. O'sha ishga mehr qo'yib qilsang ishlaring chotki, gapda gap yo'q. Shunaqa bir chiroyli limonlarni yetishtirgan akam. Bo'pti, Yuzga kiring. Bu shapkasidan, bu shapkasidan. Bu mannavaram o'zimga kelib kulib tashlaydi. Mana kelajakda Xudo xolasa meni ishlarimni mana shu Muhammad Sodiq degan navaram yuritadi degan umiddan. Avaram, navara devoradimmi? Ikkinchi qizimni, uchinchi o'g'lini katta o'g'li. Qizim. Va bu navaralarim vobshe zo'r. Bunaqadan aytayotman-ku 40 ta. Limonga o'xshab hosili juda ham katta. Ha, o'shanaqa. Voy nanay polvonni. Ey Xudo, o'zingga ne'matga shukr. Mana keldi, o'tmasdan qo'lingizdagi mahalla. Ko'p kelib turadilar mahallaga. Ularmi? Yo'q, o'ylari shu-ku, mahallada yotib qoladilar-yu. Ertalab xalq uyg'otamiz, kechqurun uxlatib, keyin uy ketamiz. Bo'p turibsan. Ya hali davom etayotman. Ey yoshimni endi so'ramang. 35-yil 20-moy. Odam doimo shunaqa yosh bo'lib yurishi uchun nima qilish kerak? Sizga odam qarab Limon yeyish kerak, o'zi mashq qilish kerak. Men ertalab turib 25 tagacha jim qilaman. Men hozir mana shu aka-ukalarimni hammasi hayron qoladi. Halol mehnat qilib, halol yashashga o'rgatishimiz kerak-da hammani. Odamlarga munosabat yaxshi bo'lish kerak. Yaxshilik qilish kerak. Yaxshilik va yaxshilik va yaxshilik. o'zingiz baxtli inson deb bilasiz. Ha, voy. Bundan ortiq baxtli bo'ladi. Ha, bundan ortiq baxtli bo'lmaydi. Bo'ldimi? O'rta rejissyor.